Yo, hammaga salom. Sardor Craft kanaliga xush kelibsiz. Videoni obloshkasidan tushungan bo'lsanglar kerak. Bugun biz dunyodagi eng top 5 talik eng zo'r Minecraft playerlarni ko'rib chiqamiz. Bo'lmasam biz ketdik. Iltimos, videoni ko'rishdan avval albatta obuna bo'lishni unutmang va like bosish ham esdan chiqmasin. Men bugun yangi Telegram kanal ochdim. U kanalga ham o'tib, albatta obuna bo'lib qo'ying. U yerda men har xil yangiliklar tashlab turaman. Minecraft oddiy blokli o'yin emas. Bu o'ziga xos olam. Bu yerda strategiya, iqtidor va refleks sinovdan o'tadi. Bu sizga Minecraft tarixidagi iz qoldirgan 5 ta eng kuchli o'yinchini ko'rsataman. Ular oddiy gamer emas, ular afsona. Keling boshladik. 5-o'rindagi o'yinchimiz Xnestoria PvP player vs player janglarida u yillar davomida eng kuchli o'yinchilardan biri bo'lib kelgan. Ayniqsa u Hiki Ultra hardcore formatlarida u har doim sovuqqonlik bilan qarshi hujum qiladi. Harakatlari silliq, strategiyasi mukammal. Uni ko'rgan odam bir narsani anglaydi. Bu yigit bilan jang qilish oson emas. 4-o'rinda Green PvP emas, ammo Minecraft qurilish olamida eng ijodiy va mashhur o'yinchilardan biri Hermitcraft serverida u yaratgan qal'alar va qishloqlar va me'moriylar loyihalar bu oddiy inshoot emas. Bu san'at darajasida detalga e'tibor, rang tanlovi va qurilishdagi kreativlik bu uning imzosi. Top 3 talikka ham yetib keldik. 3-o'rinda Illumina speedrun bo'yicha dunyo bo'yicha eng mashhur Minecraft o'yinchilaridan biri. U Ender Dragonni o'ldirishda, fortress topishda va portallarni sozlashda sekundlab ustunlik qiladi. Uning yodlagandek harakati, dressurlar bilan ishlashi va omadsizlikka tayyorligini uni boshqalardan ajralib turadi. Endi esa 2-o'rin. Can't let anyone have any fun, can you, Techno? I'm salty now. I'm actually salty. This is #1 champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Techno never dies! But they give me Technoblade. Afsonaviy Technoblade PvP dunyosida uni bilmaydigan o'yinchi yo'q. U Hypixel turnirlarida g'olib, Dream MVP'da strategiya ustasi, 1vs1 duellarda mag'lubiyat bilmagan jangchi. U faqat yutish uchun emas, o'yinning o'zini chuqur tushungan, taktika bilan o'ynagan. Afsuski u hozir olamizda yo'q, lekin uning merosi yashaydi. Chunki u Technoblade never dies. 1-o'ringa ham yetib keldik do'stlar. 1-o'rinni aytishimdan avval videoga like bosing va obuna bo'lishni ham unutmang. Shu oyning oxirigacha men 1000 ta obunachi bo'lmoqchiman. Bo'lmasam ketdik. Va nihoyat 1-o'rinda Dream Player, o'yin dunyosining eng mashhur Minecraft o'yinchisi. Uning Hunt videolari millionlab odamlar ilhomlantirgan. U Minecraftni faqat o'ynamaydi, uni his qiladi. Lavaga sakrab tirik qolish, bot clutch, tinitive trap bu oddiy truklar emas, bu o'yin san'ati. Dream Minecraftga tafakkur bilan yutgan o'yinchi. Minecraft tarixidagi eng kuchli 5 o'yinchi edi. Siz nima deb o'ylaysiz? Kim yetishmayapti? Kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqdi deb o'ylasangiz like bosing va kanalga obuna bo'ling. Yangi videolarda ko'rishguncha do'stlar, xayr, salomat bo'ling.